Assalomu alaykum qizlar. Bugungi zakazimiz gips qoliplari uchun. Gips tuya qoliplari uchun 2.100.000 bo'ldi bular hammasi. Qoliplarimiz eng arzon narxda, eng sifatli silikondan tayyorlab berganmiz. Arzon narxda deganim sifatsiz degani emas. Mana qoliplarimiz bilasizlar, ishlatgan odamlar biladi. Mana sifatiga javob beramiz. Bemalol ichidan gipslarni olish oson. Arzon deganim yupqaroq quyamiz biz. Olishga osonroq qilib qoliplarni iloji boricha chiroyli qilib yupqaroq qilib quyib beramiz. Hozir ko'pchilik shikoyat qilishyapti. Qalin qoliplarda qalin quyishyapti. Silikoni qattiq deb shikoyat qilishyapti. Bizning silikonlarni ko'rdinglar, hammasi yumshoq mana. Silikonlarimiz yumshoq. Bemalol buni bukib, teskarisidan o'girib mana ochilsa ham bo'ladi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi qizlar.